Xəvər qilinishicha, SpaceX şirkəti ئالەم boşluğuğa ئەۋەتكەن يۈزلىگەن سۈنئىي ھەمراھ سەۋەبلىك خىتاي دائىرىلىرى bu şirkەtنىڭ خوجايىنى ئېلون ماسكنى Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga əriz qılğan. İgilənişçə, Beijing Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıga yazğan xətida SpaceX qoyub bergan sün'iy həmrahlarının Xitayning ئالەم boşluğuğa soqulub ketish xavfi borligini o'tirg'a qo'ygan. Nurg'unlagan Xitoy ijtimoiy aloqa to'ri ishlatuvchilarimi Maskga hujum qilib, sün'iy həmrahning Amerikaning ئالەم boshlig'i qurollari ekanligini o'tirg'a qo'ygan. İgilənişçə, ئالەم texnikasi şirkəti SpaceX təxminən 1900 dona sün'iy həmrahni ئالەم boşluğuğa chiqargan bo'lib, yana minglagan sün'iy həmrah qo'yib berishni planlagan. Aqsarayning xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Jo Bayden davlat mudofaa huquq berish qonunini tasdiqlagan bo'lib, bu 2022 yil moliya yilida 768 milliard dollarlik mudofaa xomchutining ishlatilishiga munosabatli ekan. İgilənişçə, bu qonunga asosan Xitoyga qarshi Tinch okeanda jonlanish tashabbusi uchun 7 milliard 100 million dollar mablag' ajratilgan. Taratqularning diqqat qilishicha, qonun doirasida davlat mudofaa ministrligi Sharqi Turkistonda Uyg'ur majburiy emgakka selingan zavodlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishni cheklaydi ekan. Xəvər qilinishicha, Yaponiya davlat mudofaa ministri Nobukishi Xitoy mudofaa ministri bilan silliq ko'rishganda, Beijingning bir taraflama holda Sharqiy va Janubiy dengizdagi vaziyatni majburiy o'zgartirishga uringanligiga noroziligini bildirgan. U yana Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligining Yaponiyaning bexatarligi va xalqaro jamiyat uchun intayin muhim ekanligi, Yaponiyaning taraqqiyotini yaqindan kuzatayotganligini aytgan. Qozog'iston energiya ministri Magzum Mirzagaliyevning aytishicha, Qozog'istonda yadro elektr stansiyasi qurish ehtiyoji tug'ilgan. U elektr stansiyasining o'rniga mos keladigan rayon ustida tadqiqotning boshlanganligini aytdi. Bir haftadan buyon qamal qilingan Xitoyning Xi'an shahrida bir kunda 175 yerlik manbalik yo'qolganligi bayqalgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, bu son Wuhan shahridagi kunlik yo'qolganligi sonidan eshib rekord yaratgan. İgilənişçə, Xi'an shahriga kechilab 150 harbiy doktor o'rinlashtirilgan bo'lib, ahvolga qarab bu son ko'payishi mumkin ekan. Amerikaning Kolorado shtatining Denver shahrida yuz bergan qurol to'qinishida 5 odam qazo qildi, 3 odam yaralandi. İgilənişçə, shahar markazida yuz bergan qurolli hujumda kimlik uchurlari ham bahrilanmagan hujumchi o'xshamagan nuqtalarda o'q chiqarib 4 odamni o'ldirgan. Onundan boshqa 3 odam yaralangan bo'lib, ularning biri soqchi ekan. Xitoyning Sharqi Turkistonga yangi tayinlangan partkom sekretari ماشىڭرۈي Xi Jinpingning atalmish Xinjiangni idora qilish siyosatida davomliq chang turdiganligini bildirgan. Atalmish Xinjiang gazetining xabar qilishicha, ماشىڭرۈي 26 dekabr yakshanba kuni rayondagi kadrlarga qilgan so'zida Xi Jinpingning o'rinlashtirishini davomliq ijro qilib, rayonda ijtimoiy muqimlik va ommaviy tartibni izchil qo'g'daydiganligini aytgan. İgilənişçə, ماشىڭرۈي qo'rchoq rais Erkin Tunyaz qatorliqlar bilan birga Urumchida ba'zi joylarni ziyorat qilgan.